Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Ismim Sharif Shahzodbek, attestat 610-24 talabasiman. Bugungi video darsimizning mavzusi Camtasia ekrandagi harakatlarni professional videoga aylantirish. Camtasia ekranda sodir bo'layotgan barcha narsani yozib olib, professional darajada videolarga aylantirish imkonini beruvchi kuchli dasturiy ta'minotdir. Darsliklar, taqdimotlar, dasturiy ko'rsatmalar va ko'plab boshqa video kontentlar yaratish uchun eng qulay vosita bo'lib, unda Camtasia Studio nima deydigan bo'lsak, Camtasia Studio TextSmith kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ekranni yozib olish va video tahrirlashning eng keng tarqalgan professional vositalardan biri. U bir nechta yozib olish manbalari bilan ishlash, kuchli tahrirlash va turli formatlarda eksport qilish imkonlarini bir joyda taqdim etadi. Ko'p manbalarni yozib olish, ekrandagi tasvirlarni, veb kameralarni, audio va yozuvlarni bir vaqtning o'zida yozib olish imkonini beradi. Bir nechta manba birlashtirilganda professional ko'rinishda video hosil bo'ladi. Kuchli tahrirlash vositalari: videolarni oson tahrirlash, effektlar qo'shish, matn animatsiyalar kiritish imkoniyatlari mavjud. Foydalanuvchi interfeysi oddiy bo'lgani uchun yangi boshlovchilar ham tez o'zlashtira oladi. Keng qo'llanish doirasi: dasturiy ta'minot, namoyishlar, onlayn darslar, taqdimotlar, marketing videolari va boshqa ko'plab turdagi videolar yaratish uchun ideal platforma hisoblanadi. Bundan tashqari, buni video olish jarayonlarini bosqichma-bosqich ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi bosqich yozib olish bosqichi. Bunda videolarni yozib olinadi. Bundan tashqari, veb kamera va mikrofonni ulash uchun undagi ruxsat beriladi va yozib olingan narsa dasturga yuklanadi va o'zimizga yuklab olish imkoniyati mavjud. Veb kamera va audio sozlamalari: veb kamera yozuvini, mikrofon, dinamik bilan ovozni bir vaqtda yozib olish imkoniyatlari mavjud. Bu xususiyat ayniqsa onlayn darslar va video bloglar uchun juda muhim. O'qituvchi ham ekranda, ham kamera oldida ko'rinib turishi mumkin. Lokto applikatsion funksiyasi: bu funksiya oynasi avtomatik massaj funksiyasi bo'lib, oyna hajmi o'zgarganda ham yozuv xuddi avtomatik ravishda masajlashib boradi. Asosiy tahrirlash funksiyalariga keladigan bo'lsa, effektlar qo'shish mumkin. Videoga vizual effektlar, animatsiyalar, matnlar, kalloutlar, o'tish effektlari va boshqa ko'plab vizual elementlarni qo'shish va tahrirlash mumkin. Har bir effekt parametrlarini sozlash mumkin: rang, shaffofligi, hajm, davomiyligi va boshqalar. Bu vositalar videoni professional ko'rinishga keltiradi. Audioni tahrirlash: ovozni tozalash, fon shovqinini yo'q qilish, ovoz balandligini sozlash va fon nusxasi qo'shish imkonlari mavjud. Noise removal funksiyasi orqali yozuv jarayonida paydo bo'lgan shovqinlarni avtomatik ravishda minimal darajada oshirish mumkin. Professional audio sifati videoning umumiy sifatini sezilarli darajada oshiradi. Video keraksiz qismini olib tashlash: videoni tahrirlashning eng muhim bosqichlaridan biri kerak. Ekspertdan keyin effektlarni o'zgartirish imkoni bo'lmaydi. Har doim tayyor videoni tekshirib, barcha maxfiy ma'lumotlarni to'liq yashiringaniga ishonch hosil qiling. Camtasia materialni yuklash jarayonida video yozuv yoki ekran Camtasia avtomatik olib tashlaydi. Siz faqat natijani ko'rib chiqish ehtimoli mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarga joylashlar ham. Shu bilan videomiz tamom. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada bildirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.